Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimizning mavzusi ta'lim sohasidagi amalga oshirilayotgan davlat siyosatining asosiy tamoyillari. Birinchi rejamiz: ta'lim siyosatining asosiy tamoyillari va ularning maqsadlari. Ikkinchi rejamiz: davlat siyosatining ta'lim sifatiga ta'sir va natijalari. Uchinchi rejamiz esa amalga oshirilayotgan ta'lim siyosatining amaliy misollari va muammolari. Ta'lim siyosatining asosiy tamoyillari. Ta'lim siyosatining maqsadi keng imkoniyatlar yaratish va ta'lim sifatini oshirishdan iborat. Tenglik va imkoniyatlar tamoyili barcha yoshlar uchun teng sharoitlarni ta'minlashga qaratilgan. Sifatli ta'lim uchun zamonaviy metodlar va innovatsiyalar joriy etish muhimdir. Ta'lim siyosatining asosiy tamoyillari bu 3 ta tamoyildan iborat. Bular davlat va jamiyat o'rtasidagi hamkorlik ta'lim rivojlanishining muhim asosi hisoblanadi. O'zgarishlar va yangiliklar ta'limda muhim rol o'ynaydi. Innovatsiyalar orqali ta'lim jarayonlari samaradorligi va moslashuvchanligi ta'minlanadi. Sifat va samaradorlikni oshirish uchun ta'limda doimiy rivojlanish va baholash mexanizmlari joriy qilinadi. Ta'lim siyosatining kelajagi. Ta'lim siyosatining istiqbollari texnologik rivojlanish va innovatsiyalar bilan bog'liq hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar yordamida onlayn ta'lim, virtual laboratoriyalar va axborot resurslaridan foydalanish kengaymoqda. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya muvaffaqiyatli bo'lishi uchun davlatlar o'rtasida hamkorlik va bilim almashinish muhim rol o'ynaydi. Ta'lim siyosatining natijalari quyidagilardan iborat, ya'ni ta'lim sifatidagi o'zgarishlar va o'quvchilarning muvaffaqiyatlari. Ta'lim sifatidagi o'zgarishlar: so'nggi yillarda ta'lim sifatida sezilarli ijobiy o'zgarishlar yuz bermoqda. O'quvchilarning bilim va ko'nikmalari ortib, milliy ta'lim standartlariga muvofiq ravishda sifat oshib bormoqda. Yangi pedagogik texnologiyalar va o'quv dasturlari joriy etilib, bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga yordam bermoqda. O'quvchilarning muvaffaqiyatlari, ya'ni mustaqil o'z ustida ishlab muvaffaqiyatga erishishi. O'quvchilarning erishgan yutuqlari va ko'rsatkichlari yaxshilanishi. Bu o'quvchilarning xalqaro miqyosdagi olimpiada va tanlovlarda muvaffaqiyatlarga erishib, yutuqlari ko'payishidan dalolat beradi. Shuningdek, oliy o'quv yurtlarida ham muvaffaqiyatlar va diplomlar soni oshib bormoqda. Bu esa ta'lim tizimining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Davlat siyosatining ta'limga ta'siri. Davlat ta'lim sohasida faol ishtirok etadi. Qonunchilik va moliyalashtirish orqali ta'lim sifatini oshiradi. Bu uning rivojlanishiga xizmat qiladi. Ta'lim sifatini oshirishda davlatning roli. Ta'limda innovatsiyalar va yangiliklar sifat va samaradorlikni oshirish uchun muhim hisoblanadi. Davlat ta'lim tizimini qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy va resurslarini ajratadi. Shuningdek, ta'lim standartlarini belgilaydi va nazorat qiladi. Sifatli ta'limni ta'minlash uchun davlat zarur chora-tadbirlarni amalga oshiradi, jumladan malaka oshirish, texnik bazalarni rivojlantirish va nazorat qilishdan iborat. Muammolar va qiyinchiliklar. Har bir sohada o'zidan kelib chiqqan holatda qiyinchiliklar mavjud. Bu xoh meditsina, xoh ta'lim sohasi, xoh bu ichki ishlar sohasi. Har qanday sohadan kelib chiqqan holatda muammolar va qiyinchiliklarga soha egalari duch keladi. Ya'ni bizda ham o'zbekchiligimizda bor, har yerni qilma orzu, har yerda bor toshu tarozi. Ya'ni har bir kasbda, ya'ni o'qituvchi bo'layotganlar
bo'lib ishlayotganlar shifokorlarga oson yoki shifokorlar o'qituvchilarga oson deb xayol qilmasliklari kerak. Ta'lim sohasidagi muammolar bular iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik o'zgarishlar bilan bog'liq muammolar hisoblanadi. O'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi muammolar motivatsiya, kommunikatsiya va resurslar bilan bog'liq bo'lib, ta'lim tizimidagi resurs yetishmovchiligi esa sifatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Innovatsion yondashuvlar. Ta'limda innovatsiyalar, yangi texnologiyalar va metodlarni o'qitish jarayoniga kiritishni anglatadi. Kelajak istiqbollari, ya'ni ta'lim siyosatining kelajagi yangi texnologiyalar va innovatsiyalar bilan bog'liq bo'lib, raqamli transformatsiya jarayonlarini o'z ichiga qamrab oladi. Endi biz yuqoridagi mavzudan kelib chiqqan holatda guruhni jonlantirish, guruhni mustaqil fikrlash, mustaqil fikrini bayon eta olish va tanqidiy fikrlashga undovchi 3 ta metodimizni ham talabalarga qo'llashimiz mumkin ma'ruza jarayonida. Bular SWOT tahlili metodi, insert metodi va case study metodlari. Birinchi boshimiz SWOT tahlili metodidan boshlaydigan bo'lsak, SWOT tahlili bu tahliliy va tanqidiy fikrlash uchun juda ham foydali metod hisoblanadi. SWOT tahlilida talabalar ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillarini SWOT tahlili orqali yoritib beradi. Ya'ni ta'lim siyosati kuchli tomonlariga, masalan, bepul imkoniyatlar, davlatning qo'llab-quvvatlashlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Misol shaklida aytib o'tadigan bo'lsak, zaif tomonlariga ham shu kadrlarning yetishmovchiliklarini olsak, imkoniyatlariga esa raqamlashtirish, xalqaro hamkorlik, tahdidlar, ya'ni chekkadan keluvchi zarbalar, bularga global raqobat va migratsiyani misol qilishimiz mumkin. Dars jarayonida ushbu SWOT tahlili metodida dars jarayonida talabalar 4 ta guruhga bo'linadi. 4 guruh talabalar, bir guruh talabamiz kuchli tomonlarini yoritib bersa, ikkinchi guruhimiz zaif tomonlarini, uchinchi guruhimiz esa imkoniyatlarni yoritib bersa, to'rtinchi guruhimiz esa bu tahdidlarni, ya'ni chekkadan berilayotgan zarbalarni yoritib berishi kerak bo'ladi. Talabalar 4 guruhga bo'lingan, har bir guruh bittadan bo'limni tahlil qiladi yuqorida aytganimizdek va yakunida o'z mustaqil nutqlari, mustaqil fikrlari, mustaqil nutqlari orqali o'qituvchiga bayon qiladi. Afzalligi bu metodning tanqidiy fikrlashi rivojlanadi, real hayot bilan ushbu boyaga muammoni real hayot bilan bog'lay olib mustaqil fikr yurita olishi. Insert metodimiz esa mustaqil fikrlash va o'zlashtirish uchun juda ham muhim metod hisoblanadi. Bu metodda talabalarga bitta matn beriladi va o'z fikrini bildirish so'raladi. Va ularga jadval ham taqdim etiladi va ushbu jadvalda bilardim, yangi ma'lumot oldim, tushunmadim va muhim deb hisoblayman tarzida kataklarga, ya'ni bo'g'inlarga bo'linadi. Va bunda talaba o'sha matnning ichidan bilganlarini, men ushbu ma'lumotni bilardim yoki bo'lmasa men uchun bu yangi ma'lumot, bu ma'lumotga men tushunmadim, bu ma'lumotga tushunmadim qismida esa o'qituvchi tomonidan bu ma'lumot talabalarga yanada ochiqlab berilishi kerak hisoblanadi. Keyingisi esa men ushbu ma'lumotni muhim deb hisoblayman va nima uchun muhim deb hisoblash ham aytib o'tilishi kerak bo'ladi. Dars jarayonida talabalarga tamoyillar ro'yxati beriladi. Masalan, bizda uzluksizlik, insonparvarlik, ochiqlik va hokazo tamoyillarimiz mavjud. Har bir belgilar qo'yib chiqiladi va so'ngida yuqorida aytilgandek muhokama boshlanadi. Afzalligi har bir talaba faol ishtirok etadi, hech bir talaba chekkada qolib ketmaydi. Hamma o'zini tanqidiy va tahliliy fikrlarini aytib bayon qila oladi va o'zlashtirish darajalari oshadi. Ya'ni hammaga hozirgi kundagi kredit modul tizimidagi baholash tizimi, ya'ni har kuni har bir talaba o'zi uchun kerakli ballini olishi kerak bo'lganligi sababli ushbu metod har bir talaba chekkada qolib ketmasdan bir kunlik o'z ballini yig'ishiga yordam beradi. Case study metodimiz esa vaziyatli tahlil metodi. Bu metodning mazmun talabalarga real yoki sun'iy vaziyat berilib, ular davlat siyosati tamoyillari asosida yechim topadi.
ushbu vaziyatga. Ta'lim siyosatida muammo va yechim. Misol tariqasida bu bitta vaziyat. Vaziyatga misol qilib, qishloq hududida maktablarda malakali o'qituvchilar yetishmayapti. Bu holatda davlat siyosati qanday tamoyillar asosida muammoni hal qiladi deya bitta muammo, ya'ni vaziyat o'rtaga tashlanadi. Talabalar kichik guruhlarga bo'linadi, har bir guruh yechim ishlab chiqadi va bayon qiladi. Buni ham afzalligi amaliy fikrlashni rivojlantiradi, kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlaydi. Ya'ni kelajakda talabaning mustaqil hayotda ishlay olishiga tayyorlovchi metod hisoblanadi. Endi biz darsimizga xulosa yasaydigan bo'lsak, ta'lim siyosatining asosiy tamoyillari va maqsadlari, innovatsiyalar va barqarorlik muhim hisoblanadi. Muvofiqlik va innovatsiyalar muvaffaqiyat uchun asosiy omillar hisoblanadi. Darsimiz shundan iborat edi. Pastda foydalanilgan adabiyotlar bilan tanishishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsimiz shu yerda yakuniga yetdi.